Siz hayotda kerak bo'lgan hamma narsaga egaman deb o'ylaysiz. Muammo shundaki, sizning hayot haqidagi tushunchangiz uni yaratuvchingizga bog'lanmasdan yashash mumkin degan fikrga asoslangan. Sizni yaratgan va sizga hamma narsani bergan zotni e'tibordan chetda qoldirgan holda qanday qilib hayot kechirish mumkin? Sizni yaratib, yer sayyorasida joylashtirgan zot bu maqsadning bir qismi ekanligini tan olmasdan turib, qanday qilib hayotda maqsadga ega bo'lish mumkin? Dunyoda Alloh taologa ibodat qilishdan boshqa muhimroq narsa yo'q. Bu siz monastirda yoki rohib kabi yashab, yaratganga sig'inishingiz kerak degani emas. Aksincha, ibodat qilish deganda uni avvalambor tan olish tushunilishi kerak. U bizni bu dunyoga ma'lum qoidalar va maqsadlar bilan joylashtirdi. U bizga hayot qonunlarini berdi va bu qonunlar u zot yuborgan elchilar orqali bizga yetkazildi. O'sha elchilarning oxirgisi esa Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shunday ekan hayotingiz butun mazmunli, mukammal va o'ylaganingizdek. O'limingizdan so'ng u qanday bo'lishi to'g'risida bir o'ylab ko'ring. Sizni yaratgan zot bilan muloqotsiz bu dunyoda yashayotganingizni mohiyatini anglang. Alloh bilan uchrashganingizda nima bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Uning huzurida turganingizda o'zingizni qanday his qilasiz?